Hurmatli ayollar, ekran qarshisiga yaqinroq keling. Hozir siz uchun aynan kerakli mahsulotni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Greenleaf korporatsiyasining yaponskiy Courage brendi ostida ishlab chiqarilgan mana shunaqangi ajoyib ayollar intim sohasi uchun antibakterial gelni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Video qismida buni batafsil ko'rsatib berganman. Ushbu gelimiz korobkasida 6 dona mana shunaqangi 3 grammli mahsulot bo'ladi. Bu bir donasi, prosta obzor uchun olganman. Ko'rinishi xuddi mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Mana shunday upakovkada chiroyli, akkuratni o'ramda. Buni ochib prosta obzor uchun ko'rsatganman. O'zi aynan mana bunday shpris holatida bo'ladi. Buni foydalanish uchun mana bu yerdagi qopqoqchasini ochib, aynan mana bu tiqinchasini olib, orqasiga portion sifatiga nima qilinadi. Bu intim sohasiga yuboriladigan gel. Bu antibakterial, aynan o'sha intim sohasidagi har xil shamollashlar bormi, bakteriyalar, viruslar, xullas, polni tozalab beradi. Aynan o'sha ayollar matkasini, agar mabodo sizda zamruqli kasalliklar bo'lsa, o'sha intim sohadagi zamruqli kasalliklarni ham to'liq davolab beradi. O'ldirib beradi. Shamollashlarmi yoki qanaqadir bir toshmalarmi, ayniqsa kista, miomalarda juda ham yaxshi effektni beryapti. Aynan mana shu gelimiz. O'zim sinaganman buni shaxsan. Umuman hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Tabiiy gullardan, 6 xil tabiiy gullardan tayyorlangan aynan mana shu gullarni o'zini effekti o'sha ayollar uchun matkasiga juda ham yaxshi effekt beradi. Tozalab, har xil viruslardan va bakteriyalardan xalos qilib, shamollash bormi, kista, miomalar bormi, mana shularda juda ham ajoyib effektini beradi. Faqatgina ayollar uchun, qizlarga mumkin emas. Buni batafsil videosini video qismida joylashtirganman. Yana bitta muhim ma'lumot, ko'pchilik farzandsizlikdan qiynalayotganlar aynan mana shu gelimizdan foydalangandan keyin farzandli bo'lishida yordam berayotgan ekan. Endi bu hammada har xil, lekin ko'pchilikda mana shu masalada ham yordam berayotgan ekan. Video qismida batafsil ma'lumot bor, ko'rishingizni tavsiya qilaman.